O'tgan darsimizda talabalar ro'yxatini chiqardik. Talabalar ro'yxatini chiqarishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan asosiy yordamchimiz app.js bo'ladi. Ya'ni app.js ga yozilgan ma'lumotlar, funksiyalar istagan joyga bora oladi. Sababi har qanaqangi komponenti sahifaga chiqish uchun albatta app.js dan o'tadi. Datalist student massivini yaratib oldik va uni qiymatini ixtiyoriy paytda o'zgartirish uchun set datalist funksiyasini yozdik va qiymatlarni vaqtincha boshlang'ich qiymatlarni kiritib qo'ydik. Yangi ma'lumot qo'shish uchun add new student funksiyasidan foydalandik. Endi bor ma'lumotni o'chirib yuborish uchun ham bizga qanaqadir bir funksiya kerak bo'ladi. U funksiyani qizig'i yo'q. Xohlasangiz mana bu komponentda listni ichida yarating, xohlasangiz bu yerda yarating. Ya'ni qizig'i yo'q, faqat app.js yaratadigan bo'lsangiz, shu funksiyani qayta yozib yurmaysiz. Ya'ni mana shu app.js o'zidan yuborib yuboraveradi. Ya'ni boshqa komponentlarga jo'natib yuboraverasiz. Shuning uchun foydaliroq bo'ladi bu yerda yaratganimiz. Faqat o'tgan darsimizda bitta narsani atayin qoldirib ketdik. Ya'ni ID. Ya'ni ID bizga obyektlarni hosil qilayotganda albatta ID'si bilan hosil qilishimiz kerak. Nima uchun kerak bo'ladi? Ixtiyoriy paytda mana shu ma'lumotlarni qiymatini o'zgartira olishligimiz uchun yoki o'chirib yuborishimiz uchun kerak bo'ladi. ID'ning vazifasi shu. Va ID'ning qiymati turlicha bo'lishi mumkin. Odatda ID'lar numberlardan iborat bo'ladi. Oddiy 1 2 3 4 deb sanab qo'ysangiz ham bu ham ID bo'ladi. Hech qanaqa xatolik bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam turli xil raqamlarni kombinatsiyasidan iborat bo'ladi. Ya'ni o'zingiz random tarzda JavaScriptning random metodidan foydalanib, qaysidir bir raqamlar oralig'ini berib qo'ysangiz, masalan, 6 xonali raqamlar oralig'ini beradigan bo'lsangiz, 6 ta raqamlarni kombinatsiyasidan ID hosil qiladi va bu ID'lar qancha xonalar sonini orttirib borsanglar, kombinatsiyalar soni shuncha oshadi-da, takrorlanish ehtimoli kamayib ketadi. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun ID hosil qilyapman, deylik. ID-ni Hasanning ID'si 1 bo'lsin. Va Husanning ID'si ham 1 bo'lsin. Unda nima bo'ladi? Foydalanuvchi nima qiladi? Foydalanuvchi yoki admin o'tiradi, Hasanni platformadan chiqarib yuborish kerak. Delete knopkasini bosganda bu Hasan degan ismi Hasan ekan deb turib o'chirmaydi. Bu mana shu ma'lumotni ID'siga qarab o'chiradi. Ya'ni mana shu obyektga bir-biriga o'xshamaydigan takrorlanmas nom qo'yib ketish kerak, raqam qo'yib ketish kerak. Biz Hasan Husan ID'sini 1 qilib qo'ydik. Ikkalasi ham 1 xil bo'lib qoldi. Natijada nima bo'ladi? Ikkalasi ham o'chib ketib qoladi yoki tizimda xatolik beradi. Shuning uchun albatta ID'lar doimo takrorlanmas holatda bo'lishi kerak. ID'larni hosil qilishning hozir ikkita variantini ko'ramiz. Bittasi juda ham ko'p ommalashgan usullardan bittasi random usuli va ikkinchisi juda ham oddiy usul, massivni o'zini lengthsidan, uzunligidan foydalanib qo'yish mumkin. Men hozir mana bu yerda app.js da yangi obyekt hosil qilayotganda men hozir generatsiya qilaman, ID generatsiya qilaman. ID ni generatsiya qilib olish uchun variantlar juda ko'p. Shunda internetga kirasiz, yozasiz. Maps random number JS. Misol uchun. Ya'ni JavaScriptda raqamlarni generatsiya qilish deb qidiryapmoqchi bo'lasiz shunda. Sizga Google o'zining tavsiyalarini beradi.
developerdan ko'rishingiz mumkin yoki JavaScript random W3 school shundan ham topishingiz mumkin bo'ladi. Randomdan qanaqa qilib foydalanish mumkin? Mana juda ham oddiy, ya'ni maths.random deb yozsangiz bo'ldi. Mana shu metodni o'zi yetarli bo'ladi. Men hozir mana shu metod bu metod bizga hozir raqam qaytaradi. U raqam qaytarishni hozir bilmaymiz. Endi tasavvur qilaylik, bilmaymiz qanaqa qaytarishini, ya'ni ma'lumot qaytarishini. Shuning uchun o'sha qaytaradigan ma'lumotini id nomini o'zgaruvchiga o'zlashtirib olaman. Ya'ni qaytarayotgan mana bu maths random funksiyasi qaytarayotgan ma'lumot mana shu id ga o'zlashtiriladi. To'g'rimi? Faqat vaqtinchalik o'zlashtiriladimi? Yoki funksiyani mana bu funksiyani tashqarisida ham manba-dan foydalansam bo'ladimi? Foydalana olmayman, mana. Faqat shu funksiyani o'zini ichida ishlaydigan local o'zgaruvchi bo'ladi. Ya'ni lokal. Hozir random ikkita bir xil sonni ham qaytarib qo'yish mumkin-ku? Yo'q, bu hozir qaytarmaydi. Bu qaytarmaydi. Console yangi ma'lumot qo'shamiz. Hop, mana bu xatolik, mana. Please update the following components. Ya'ni bu yerda mana chiqayotgan birinchi mana bu xatolik, bu React Stripe'ning o'zidan chiqayotgan xatolik. Ya'ni bu bizga bog'liq emas va juda ham jiddiy xatolik ham emas. Ya'ni React Stripe tomonidan amalga oshirilgan. Buni muammosini qidirib topishimiz mumkin, lekin yaxshiroq variantlar bor. Ya'ni React Strict Mode degan React Stripe'ning boshqacha varianti bor. Bu React Stripe'dan ham ko'p ishlatiladigan variant. Endi men React Stripe'dan foydalanganim soddaroq ishlatish. Lekin bu xatolik jiddiy xatolik emas. O'sha React Strict Mode'dan ham foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni buni o'rniga React Stripe'ning variantlar ko'p. Material UI Design bor. Ya'ni Google tomonidan doimiy ravishda yangilab boriladigan dizayn, u ham juda ham chiroyli dizayn, faqat uni o'zgartirish ozgina qiyinroq. Shu ozroq qiynalasiz uni dizaynini o'zgartirib olishni, o'zingiz xohlagan ko'rinishga keltirib olish. Undan ham foydalansangiz bo'ladi va yana bitta keng varianti bor, React Semantic UI. Shulardan ham foydalansanglar bo'ladi. Men hozir mana linklarini sizlarga tashlayman. React Semantic UI. Semantic UI. Bootstrap bilan birga ishlaydimi? Ha, Bootstrap bilan birga ishlaydi bular. Yoki React Stripe bilan. Google'dan qidira qolaylik. React Semantic UI. Mana. Mana buni npm.js dan mana bu saytdan qidirib yuklab olsanglar bo'ladi. Men sizlarga hozir linkini tashlab qo'yaman. Ya'ni Bootstrap'ni o'zida misol uchun Bootstrap jQuery orqali ishlaydi-ku. Endi hozir yangi varianti JavaScript o'zida ishlaydigan bo'ldi. Misol uchun hozir ham foydalansangiz bo'ladi Bootstrap o'zidan. Lekin odatda yaxshiroq variant shu Bootstrap'ni o'zini custom variantidan, ya'ni o'zgartirilgan, React'ga moslashtirilgan variantlardan foydalansanglar, ishinglar osonroq bitadi. Boshqa, misol o'zidan foydalanganinglardan ko'ra. Hop, mana bu yerda qanaqa qilib ishlatish mumkin, hamma ma'lumotlar berilgan. Keyin Ant dizayn bor. Juda ham dizayni menga yoqadi, lekin uni ham o'zgartirish uchun ozgina sizga tajriba kerak bo'ladi. Ant dizayn React. Ya'ni sizlarga boshlang'ich holat uchun, o'rganishinglar uchun React Semantic UI eng yaxshi variant yoki React Stripe. Shu ikkalasi yaxshi variant boshlanish uchun. Keyinchalik tajribangizni orttirib olganingizdan keyin mana juda ham zo'r dizayn. Faqatgina boshqa UI komponentlarga nisbatan buni farqli joyi prefillarda ishlaydigan xotira hajmi yuqoriroq bunda. Ya'ni ko'proq joy egallaydi. Chunki JavaScriptda juda ham ko'p kod yozilgan. Ya'ni funksionalligi juda yuqori. Ya'ni boshqa komponentlar hech qaysi bunga tenglasha olmaydi funksionallik jihatdan. Ya'ni siz xohlagan tarzda ma'lumotlarni o'zlashtirib beradi yoki date pickerlar bor, ya'ni vaqtlar bilan hisoblab ishlaydigan joylar bor. Ham hozir ko'ramiz. Misol uchun componentsga o'tib mana qaranglar. Ya'ni juda ham boshqacha yondashgan.
Mana. Har xil variantlari bor. Xullas, bitta narsani turli xil variantlarini berishgan. Bundan ham foydalansanglar bo'ladi. Va material design. Material design React. Chiroyli jihatdan kimga qanaqa bilmadim, lekin material design bilan ant design deyarli bir-biriga juda ham raqobatdosh. Balki material design chiroyliroq ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu komponentlar odatda shu tezroq frontni tezroq ko'tarish uchun juda ham foydali. Ya'ni siz agar bitta landing page qilyapsizmi, bitta sahifa bo'lsa, siz unda yaxshi bundan foydalanmasdan o'sha oddiy React-ni yoki React Semantic UI'dan o'zidan foydalanavering. Lekin saytdagi sahifalar soni juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, funksionalligi yuqori proyektlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu komponentlardan foydalanganingiz yaxshi. Faqat qaysi paytda qanaqa o'zgartirishni bilib olishingiz kerak. O'sha narsani yaxshi o'zlashtirib olishingiz kerak. Bunga tajriba kerak bo'ladi hozir. Hop. Endi o'zimiz proyektga qaytamiz, ma'lumotlarni kiritamiz. 23 yosh va save qilamiz. Mana bizga hozir mana random metodi raqamlarni qaytardi. Ya'ni bu butun son qaytarmaydi. Doimo birdan kichkina son qaytaradi va birdan kichkina son qaytargandan keyin ko'rib turibsizlar buni qanaqa joylash. Endi keyin nima qilish kerak? Mana shu sonlarni, misol uchun hozir agar mana shuni 10 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? Bu 9 butun bu yog'i milliondan, balki milliarddandir. Shuncha davom etib ketaveradi. Va mana shu 9.7 ni bizga 9 nuqtadan keyingi holati ham kerak emas, bizga butun sonni o'zi kerak. O'sha paytda mana bu metoddan foydalansanglar, ya'ni floor metodidan foydalanadigan bo'lsanglar, sizga o'sha random holatda generatsiya qilgan ma'lumotni nima qilib beradi? Butun holatda qaytarib beradi. Hop. Buni ikki xil usulda ko'ramiz hozir ishlashini, qaranglar. Let custom yoki let custom ID deylik. Mana bu maps randomni o'zini birinchi shunga o'zlashtiraman-da, mana bunga custom ID ni berib olaman. Va logda qaytarayotganda custom ID bilan shu ikkalasini sizlarga ko'rsataman. Ya'ni qaysi tarzda qaytadi ma'lumot. Save. Mana. Ko'rib turibsizlar, 7.3 10 ga ko'paytirganimiz 7.3 bo'ladi. Keyin floor metodi butun songa yaxlitlab beryapti. Yaxlit natijasida 7 ni o'zi qolib ketadi bu yoqda. Mana faqatgina 7.5 dan yuqorisi bo'lsa 8 ga o'tib ketib qoladi. U o'zi qoidasi bo'yicha. Xo'p. Mana Facebook Instagram olib takrorlanish mumkin baribir. Meni tekshirib ketasiz, to'g'rimi? Takrorlanishlar sonini ko'paytirishingiz mumkin. Siz mana bu ID ga qo'shimchasiga harflarni ham qo'shorsiz bo'ladi. Alfabetda 29 ta harf bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 5 tasini oling. Ya'ni 5 ta alfabetning o'zidan 29 ta harf bo'ladigan bo'lsa, nechtadir kombinatsiya qilsa bo'ladi. Bunga qo'shimchasiga raqam ham qo'shilyapti. Hozir mana buni o'zida ham kombinatsiya juda ko'p. Buni o'zida ham kombinatsiya. Hozir buni ham yana ko'paytiradigan bo'lsam, kombinatsiya ko'payib ketadi. Endi Facebook deydigan bo'lsangiz, milliard foydalanuvchisi bor-da. Ehtimollik bor qaysidir ma'noda baribir takrorlanib qolish. Men juda ham kam. Bilmadim, 0 nechidir foizdir takrorlanib qolish. Lekin xavfsizlik jihatdan foydalanuvchilari katta bo'lgan platformalar doimo o'sha harflarni ham odatda qo'yib yuboradi yoki mana bu ID ni juda ham katta qilib yuboradi. 15 ta, 14 ta raqamlardan iborat qilib oladi. Bizda hozir nechta bo'ldi? 7 ta bo'ldi. 7 ta. Mana 7 ta xonadan iborat bo'lgan ID qaytardi. Bu bitta varianti. Endi nima qilish kerak shuni? Endi qadam
Biza hozir data listga mana shu obyektimizni berib yuboryapmiz. Faqat mana shu obyektga endi ID qo'shib yuborish kerak. Buni biriktirib yuborishimiz kerak. JavaScriptda buni bajarish juda ham oson. Demak, men buni o'zgartirib qo'yaman. Hasan 1 92. Men buni feeder qilamiz. Bunga 3 beramiz. Mana hamma ma'lumotlarimiz ID'si bor va mana bu obyektga qo'shib yuboramiz endi. Object nuqta id teng id ga. Mana push qilishdan oldin yana tekshiraman. Logda obyektni o'zini object mana yangi foydalanuvchi qo'shildi. ID'siga e'tibor beringlar. Name'i bor va yoshi bor. Yoshi juda ham yuqori. Mana shu ma'lumotni endi qo'shib yuborsak bo'ldi. Push qilib yuborishimiz kerak. Ya'ni new array'ga, massivimizga mana shu obyektni push qilib yuboramiz. Ma'lumot hosil bo'ladi. Mana ma'lumot qo'shildi. Bularning endi ana ID'lari ham bor. Bu mana bu ID hosil qilish bu bitta variant edi. Endi random orqali hosil qilish ikkinchi variantimiz ham bor. Buni hozir kommentga olaman-da. Let ID teng bo'lsin. Mana bu obyektimni yoki massivimni, to'g'riroq qilib aytganda, massivimni uzunligiga tartib raqam bo'yicha tartiblab ketadi. Hozir mana shu data list studentda length necha qaytaradi? 3 qaytaradi. Va shunga nima qilib qo'yish kerak? 1 ni qo'shib qo'yish kerak. Ya'ni har safar tartibli ravishda ID hosil qiladi. Buni ham takrorlanish ehtimoli nimani uzunligiga tushunmadim. agar o'chiradigan bo'lsak, bu bir xil bo'lib qolishi mumkin. Juda ko'p bo'lib qolishi. Xo'p, bundoq qilamiz. Bitta qadam suriladi. Save mana. Bu variant. Endi takrorlanib qolish ehtimoli borligi uchun bundan foydalanamiz. Mapslar eng yaxshi variant. Endi mana ID'sin oxir ID'ni qo'shib ketaveradi-ku. Qadam bo'lamiz ID'si. Ham funksiya yaratamiz endi hozir. Bizda ma'lumotlar bor, hammasi joyida, ID bilan hosil qilyapti. Endi men bu yerga button hosil qilaman, ya'ni delete nomli button. List.js ga birinchi faqat ID deganni bo'sh qoldirib ketsak ham bo'ladimi? 1 2 3 deb ketdik-ku boshida. Boshlanish qiyin. Yo'q. Chunki o'chirishimizda baribir bizga ID kerak-edi. Hasan Husan Peterni ham o'chiramiz-ku. Xo'p. Yo'q. Misol uchun IDga joy ochdik. O'shanga null berib ketsak. Yo'q, xatolikda u. O'rnini to'ldirib ketmaydi. Yo'q, to'ldirmaydi. Bu faqat yangilarga qo'shadi xolos. Mana bu, mana o'z nomi bilan add new student-ku. Eskilarida avtomatik yo'q-da. Nomi bo'ldi, ishonsa bo'lmaydi. Qachonki siz edit qilsangizgina, keyin o'shanda ham o'zimiz qo'shsak bo'ladi. Misol edit qilganda ham edit uchun yangi ID generatsiya qiladigan bo'lsak, shunda bo'lishi mumkin. Lekin bunga olganda boshda albatta bo'lish kerak. Listda mana bu yerga hop button delete class name
btn danger faqat bizga btn blok kerak emas. Edni yoniga qayerdan biladi u qaysi birini o'chirish kerakligini? Xo'p, mayli. Shu holat ham bo'ladi, delete bo'la qolsin. Xo'p, shuni bosganda hozir funksiya ishlatamiz. U funksiya app.js dan keladi. Const delete student bu yerga id kirib keladi. Agar bittalik bo'ladigan bo'lsa, qavs qolish shart emas. Qaytaraveradi. Logni yana tekshiramiz, id ni. Delete student funksiyamiz bor. Mana. Buni qaysi komponentiga yuborish kerak? Listga yuborish kerak. id olib keladi. This kerak emasmi? Nimaga kerak emas? Function component bo'lsa kerak emas. Agar class component bo'lsa va renderning yuqorisida bo'lsa, mana bu yerdagi funksiya bo'lsa, mana bu yerdagi funksiya bo'ladigan bo'lsa, ana o'shanga this kalit so'zi kerak bo'ladi. Ya'ni bu o'ziga function componentni o'zi doimo render jarayonidan o'tganligi uchun bu xatolik bo'ladi. This ni yozish. Mana. Endi listda mamki chaqirib qo'yamiz. Mamki foydalanish oson-da, yozish ham mumkin. This nuqta props nuqta delete student deb yozish ham mumkin. Logni tekshirib ko'raman. Oldin bir tekshirib ko'ray, o'zi keladimi yoki yo'q. Object mana delete student bizdan id so'rayapti va nima qiladi bu? id ni olib ketadi. Qaytarib olib ketadi. Shuning uchun mana shu holatda ko'rinadi. Ya'ni arrow function. Hop, chaqiramiz funksiyani. Ya'ni biz handle valid submit mana buni on klikiga delete student ni berib yuboraman. Bu qaytarib olmaydi bu. Bu faqat beradi bu yerda. Ya'ni ma'lumot uzatadi. Shuning uchun itemni nuqta idsi. Mana map qilinayotgan joyga berib yubordim-da. Chizilgan joyga. Bosamiz. Bir qaytaryapti. 3 eng kiritib ko'ramiz. Save. Mana buni ham id'sini qaytaradi. id qaytardi. Endi mana shu id bo'yicha men bu li-ni o'zi massivni o'zida nechinchi tartib raqamda turganligini aniqlab olishim kerak. Buni kerakli joyi shundan iboratki, biz massivning ichidan ma'lumotni o'chirib yuborish uchun splice metodidan foydalanamiz. Splice metodi faqatgina bizdan so'raydi, massivdagi o'chirilishi kerak bo'lgan obyektni tartibini so'raydi, tartib raqamini so'raydi. Nechida turibdi? Unga splice ga qiziq emas, siz id-sini necha berganingiz. Misol uchun 4 deb yozib qo'ygan bo'lsangiz yoki 3 deb yozmadi, lekin 3 deb generatsiya qildingiz id-ni. U 3 bo'yicha o'chirib yuborish mumkin, lekin bunda xatolik bo'lib qoladi-da. Chunki misol uchun agar o'zini obyektni id'si bo'yicha o'chiradigan qiladigan bo'lsak, Husanimizni hozir id'si 2 ga teng.
To'g'rimi? U nimani o'chirib qo'yadi? Peterni o'chirib qo'yadi. Chunki o'ylaydiki, Husanning tartib raqami 2, biz ID'sini 2 berganmiz. Bu Husanning o'zi massivda ikkinchi indeksi turibdi deb o'ylaydi. Lekin massiv nechidan boshlanadi? 0 dan boshlanadi. Sanaymiz 0, 1, 2. Peter o'chib ketib qoladi. Ya misol uchun bunaqa logika desa bo'lmaydimi? ID'si mana shunga teng bo'lgan massivni o'chir. Hozir o'sha logika qilmoqchimiz-da. Ya hozir shu uchun ID'dan massivni joyini topib olish shart bo'ladi. Shart bo'ladi. Chunki splice faqat massivda joydan o'chiradi, to'g'rimi? Faqat joydan o'chiradi. ID'si bo'yicha o'chirmaydi. Ya'ni o'zi ID'si bo'yicha topib olib, ha, mana bu ikkinchi raqamli ID faqat Husanga qarashli ekan deb o'chira olmaydi. Bunga siz tushuntirishingiz kerak. Husanning ID'si, misol ikkinchi raqamli ID umumiy massivda birinchi indeksda turibdi degan narsani berishingiz kerak. Splice metodiga. Biz mana delete bosganda o'sha indeks o'zini jo'natadi-ku, mana qilganimizda. Nima qanaqa xatolik bu? Indeks o'zini jo'natadi, o'shani splice qilyapti, qayta chizib qo'yadi. Xatolik yo'q. ID qilib o'tirmaydi. ID nimaga kerak? Hozir men bitta ID yubordingizmi siz? Yo'q. Nima yubordingiz? Indeksini o'sha anaqada turganini indeksini. Men buni yubordingizmi? Bunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Chunki mana bu indeksning o'zi ham xuddi o'sha tartib raqamini qaytaradi-da. Mana buni o'zi ham. Indeksning o'zi ham. O'chirib tashlab. Chunki 0, 1, 2, 3 deb sanaydi bu. Mana bu indeksni nima qilayotganda? Ana shu tartib raqamlarini sanayotganda. Bu variantni qilsangiz ham bo'ladi. Lekin ID'sini yana bir tekshirib olish yaxshiroq variant. Yana bir qayta tekshirib, haqiqatan lini o'zi shunga qarashlimi degan narsani berish qulayroq variant bo'lardi. Lekin u xato emas. Siz foydalangan usul. Item ID ni yubordik FJS da. Endi ID'si bo'yicha, demak, massiv ichini, mana bu massiv ichini aylanib chiqishim kerak. Massiv ichini aylanib, tashqaridan kelayotgan mana bu ID shu massiv ichidagi obyektlarni birontasini ID'siga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, indeksini o'zlashtirib olishim kerak. Ya'ni buni for orqali qilsa bo'ladi hozir. Filtr bilan ham qilsa bo'ladi. Variantlar ko'p. JavaScript imkoniyati juda ko'p va ularning eng soddasi find index ID. Let object ID teng massivimiz data list student find index bitta object bo'ladi. Shu obyektni o'zi ID'si teng bo'lib qolsa tashqaridan kelayotgan ID'ga. Mana shunda endi object ID'ni o'zlashtiramiz. Ya'ni mana bu metodning vazifasi massiv ichini aylanib chiqadi. Mana bu massivning ichini aylanib chiqadi. Ya'ni obyekt nomli bitta o'zgaruvchi bilan aylanib chiqadi. Ya'ni mana bu objekt, mana bu narsa. Mana buni tasavvur qilinglar, mana. Mana bittalab shuni oladi. Ya'ni har bitta obyektni bittalab 0-indeksdan boshlab olib chiqadi. Va olib chiqish jarayonida agar o'sha ID'laridan birortasi tashqaridan kelayotgan, mana bu tashqaridan kelayotgan ID'ga 3 ta barobar nima teng bo'lib qolsa, ya'ni tipi bo'yicha ham, ma'lumotning qiymati bo'yicha ham teng bo'ladigan bo'lsa, o'sha obyektni o'zini nimasini qaytaradi? O'rnini qaytaradi, indeksini qaytarib yuboradi. Object ID 3 0 1 2 3. Bu yoqda ham 2. Abdulloh mana bu narsani aytdi, agar ko'pchilik tushundimancha, men buni o'zi ham shuni qaytaradi-ku deb. To'g'ri-da? Chunki buni indeksni o'zi ham xuddi shu ishni qiladi, ya'ni sanaydi bu ham. Xo'p, object ID bor. Bizda endi nima qilishimiz mumkin buni? O'chirib olishimiz mumkin. Data list studentdan splice qilgan object ID dan boshlab nechtasini? Bittasini. Ya'ni siz ikkita qiymat kiritasiz splice metodiga. Object ID qaysi tartib raqamdan boshlab o'chiring va ikkinchi argument nechtasini o'chiring? Bittasini o'chirish. Agar 2 yozsangiz ikkitasi o'chib ketib qoladi. Bitta yozib qo'yasiz doim. Bo'ldi. Va yana set data listga yuborgin data list
student. Ya'ni mana bu funksiyani qayta chaqiramiz yana. Bu funksiya chaqirdik. Yangilangan mana bu ma'lumotni oladi-da, use state ga qayta yuboradi. Use state keyin yozib qo'yadi. Mana bu yozmaydi mana bu. Bu faqat olib mana use state ga olib borib beradi xolos, vazifasi shu xolos. Mana yangilangan, o'zgartirilgan qiymatni use state ga olib boradi. Use state qiladi. Ma'lumotni o'zgartirishni, mana buni ma'lum qiymatini o'zgartirishni use state bajaradi. Ya'ni rack cooks. Listda mana bu yerga biza console logga mana bu datani berib qo'yaylik, ya'ni o'zgartirilgan ma'lumotni. console.log deydi. Bitta o'chiramiz. Hop, bu yoqqa beramiz shuni. Data o'rniga data list student. Mana. Hop, hozir qaranglar. Ikkita qoldi. Mana Hasan bilan Husan qoldi. Endi Hasanni o'chiramiz. Husanni o'zi qoldi. Bizda massivni o'chiryapti, lekin qolib ketyapti bu yoqda. Ya'ni bu yerda qolib ketishining sababi biza listni class component qilib yaratganmiz. Class componentni siz o'zgartirilgan ma'lumotni o'sha zahoti yetkazib bera olmaysiz. Ya'ni bu tushunmaydi. AppJS da o'zgartirildimi ma'lumot? O'sha zahoti qayta yangilab yubora olmaydi. Class componentda render jarayoni bor. Shuning uchun bunga tushuntirishingiz kerak. O'chirgandan keyin mana bu datalarni qayta chizib bergin deyishingiz kerak. Agar mana shu listni, class componentni biz functional component qilganimizda mana bunaqa qilganimizda bu avtomatik yangilab yuboradi. O'sha zahoti yangilanib ketadi. O'chirildimi, yangilanib ketadi. Shuning uchun juda ko'p hollarda, deyarli hozir class componentdan qaysidir bir holatlar uchun zarur bo'lmasa, hamma functional componentga o'tgan. Ya'ni functional componentdan foydalanadi. Nisbatan juda tez, faqat to'g'ri yozish kerak. Ya'ni class componentda o'zgaruvchilar bilan ishlash functional componentga nisbatan osonroq, lekin functional componentda bo'lsa, bu nisbatan qiyinroq bo'lishi mumkin. Faqat hammasini o'rni-o'rnida ishlatish kerak. Biz funksiya yaratamiz. Mana bu yerga, xohlasangiz renderning yuqori qismiga, xohlasangiz pastki qismiga. Hop. Endi mana bu ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri bu yerdan o'chiradigan qilmaymiz. Mana to'g'ridan to'g'ri. Hozir bu to'g'ridan to'g'ri mana bu ketyapti-da, propsga ketyapti. Mana bunga ham bitta funksiya yaratishim kerak. Const handle delete. Hop, bu yoqqa id kirib keladi. Mana handle mana bu yerga handle delete ni berib yuboraman. Buni ichkarisida endi chaqiraman men buni. Bu yoqqa id ni yuboraman. Bu yerga mana bu id sini yuborayotgandiku. Mana shu narsani id-ni yuborishni listni o'zida alohida bir funksiyaga olib qo'ydim. Handle delete nomli funksiyaga olib qo'ydim. Bu baribir bitta ish qilyapti. Delete studentga id-ni yuboryapti. Faqat buni yozishim sababi mana shu yerda qayta chizib qo'yadigan funksiyani yozib qo'yaman yana. Shuning uchun kerak bo'ldi menga hozir. Funksiya yaratamiz. Const fetch deyra. Bunga hech narsa kerak emas. Shunchaki chizadi xolos. Mana. Bu faqat ma'lumotni chizadi. Ya'ni mana bu mapni, mana bu map bor-ku, mana shu mapni qaysidir bir o'zgaruvchiga o'zlashtirib beradi. Menga shuning uchun kerak bu funksiya. Mana bu yerdan olaman, yo'q bu yerda mana. Mana yo'q. Bu funksiya, mana bu funksiya ichiga chaqirib qo'yaman. Fetch deydi. Hop. Mana. Va buni aslida bu yerga ham emas,
Chunki bu boshlang'ich holatida chizilish kerak-ku. Shuning uchun mana bu yerga joylashtiraman bu funksiyani. Mana hop datani hozir ko'rmayapti. Chunki bu renderdan keyingi holatga e'lon qilinganda. Mana buni olib men bunga yana chaqirib qo'ysam. Component did mount vazifasi sahifa ochilgan paytda bir marta ishlaydi. O'shaning uchun men bu renderning yuqori qismiga chaqirib qo'ydim men. Chizib beradigan funksiya. Bu yoqqa chaqirdim. Hop, endi bu men bu handle delete ni ham tushunmayapti. Men buni olib chiqish kerak tepaga. Mana. Hammasini olib chiqdik. Men bu funksiyani mana bu yerda chaqirib qo'yishimiz kerak. Va bizga bu ham kerak bo'lmadi endi. Mana bunisi ham kerak bo'lmadi. Mana. Faqat chaqirayotganda zisdan foydalanish kerak, renderning ichida. Ya'ni renderning tashqarisida chaqiryapmiz. Demak, this keyword kerak bo'ladi bizga. Mana fetch data funksiyani vazifasi ma'lumotlarni qayta chizish. Bu ma'lumotlarni map orqali chizyapti, lekin hali qayerga berib yuborishni bilmaydi bu. JavaScript o'ziga qaytadigan bo'lsak, qaysidir bitta ID ga berib yubor, hali ID ni chaqirib, nima inner HTML qilib berib qo'ysak bo'ladi, to'g'rimi? Bu yoqda React ishlayapmizmi? Demak, React imkoniyatidan to'liq foydalanishimiz kerak. Content nomli o'zgaruvchiga mana null holatni berib qo'ydim, boshlang'ich qiymatni. Mana shu contentni o'zlashtiraman. Mana bu mapni o'zi qayta mapni, ya'ni map jarayonidan o'tayotgan ma'lumotlar. This nuqta set state content teng bo'lsin mana bu ma'lumotga. Mana. Xo'p. Bu yerdagi mana bu funksiyalar sizlarga tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin hozir mana buni tushunasizlar. Ya'ni datani o'zini, ya'ni propsdan kelayotgan mana foydalanuvchilarni, hozir bitta bo'lib qoldi. AppJS'dagi foydalanuvchilarni, mana bu foydalanuvchilarni shu map qilib qayta chizib beryapti. CoreLG 3 dan nechtadir yasab beradi bu. O'sha CoreLG 3 dan yasab berayotgan HTML contentni o'zini men bitta o'zgaruvchiga o'zlashtirib qo'yaman-da. Content nomli o'zgaruvchiga o'zlashtirib qo'yaman. Farqi yo'q-ku, to'g'rimi? O'zgaruvchiga o'zlashtirasizmi, to'g'ri berib yuborasizmi? Faqat bizda hozir kerakli joy bo'ldi. O'chirgan paytda qayta yana chizish kerak-da. Shuning uchun content nomli o'zgaruvchiga o'zlashtirdim. Tushundinglar? Bu content nomli o'zgaruvchini mana bu tepada e'lon qilib qo'ydim boshida. Boshlang'ich holati null bo'lishi kerak. Keyin pastda men bitta o'sha contentni chaqirib qo'yaman-da mana bu yerda. Mana contentni o'zlashtirdik. Mana buni ham bittan olib. Mana bu bitta bo'lmaydi, mana bu yerda bo'ladi. Mana bu this bo'lmaydi shunda. Propsdan kelayotgan funksiya. Bitta data kerak emas. State dan nima chaqirib qo'yish kerak? Contentni. Mana bu endi contentni berib yuboramiz. Mana. Xo'p, hali ham chizilgani yo'q. Nima chaqirilib chizilmadi? Did mount qilinmadi, ya'ni life cycle yo'q bu yerda. Component did mount qaysi funksiya? This nuqta fetch beradi. Mana. Mana. O'sha natija. Bizda bor. Xo'p, delete ham bor mana. Handle delete nima qilyapti? Endi bu mana bu yerda hosil bo'ldi. Mana. Handle delete o'zi aylanib chiqayotgan obyektlarni ID-sini yubordi mana bu funksiyaga. Bu funksiya ham o'sha list komponentasini o'zining ichida turibdi. Bu keyin biz bu ID-ni olib propsdan kelayotgan delete student nomli funksiyaga berib yuboramiz. Bu mana AppJS ga keldi mana. Mana bu keldi, o'sha o'chirish ishlarini bajardi bu yoqda.
Endi nimaga bu yoqqa chiqardim deb o'ylaydigan bo'lsak, nima chiqardim? Nima keragi bor edi bu yoqqa chiqarishni? Ha? Fetch data. Qayta chizib olish uchun-da, yana. O'chirdi, yangilangan massivni qayta yana chizish kerak-da. Fetch datani vazifasi qayta chizish. Mana. Bunaqaga ham prezidentdan chaqirib qo'ysangiz kerak. Ha, endi Qo'shishga. qo'shishga ham add new students mana bu handle valid tamiti. Mana bu yerga this fetch data. Yangi qo'shayotganda ham o'shani chaqirish kerak, to'g'ri. Mana ma'lumotlarimiz bor. O'chiramiz, o'chib ketadi. Nasib bo'lsa aksiyasiga o'tganimizda biz mana shu yerda oddiy bir ishni bajaramiz. Faqat u redaksda bo'ladi. Oddiy emas, faqat tiplari bor, o'zini o'sha bosqichlarni yozish kerak. Umuman olganda biz mana bu yerda splice qilamizki, mana bu joyda. Mana shu yerda biz o'sha aksiyas orqali yo'lini berib qo'yamiz, massivni yo'lini. O'sha omborga olib boradigan yo'l bor. Qanaqa yo'l bo'lishi mumkin? O'sha https 127.0.1 / qaysidir yo'l bo'lishi mumkin. Ana shu o'sha yo'lniga ID ni berib yuborsak bo'ldi. Mana shu joy o'zgaradi xolos. Umuman olganda logika o'sha doim bir xil. Bir xil logikani bajarasiz. Xolos endi u proyekt har xil bo'ladi. Qaysidir firmaga borsangiz aksiyas orqali qilishingiz mumkin, qaysidir firmada faqat React'ni o'zida qilish mumkin bo'ladi. Endi u o'sha firmaning o'zining holatiga qarab turib, talabiga qarab qilib ketaverasiz.
NPM start qildingmi? Hozir ishlayapsizmi? NPM install, keyin NPM start. Buni bitta Extension'da tortish kerak emasmi? Extension tortish kerak emasmi? Yo'q, bu qaram deyishim, yopiq deyishim. O'shanga yo'qadi. filtr joyini o'chiramiz. Filtr yozgan joyini. Hamjoy? ma'lumotni olish yoki qo'shish uchun git bash bilan qilinadi. Git bash bilan yoki git bash bilan qilasiz. Proyekt o'zini git bash yoki GitLab yoki GitHub xohlaganingizni olaverasiz. Git bash ikkalasiga ham ishlaydi. bo'ladi. Va bu o'rtada vositachi. Drive. Yo'q, gitni yozdik. Tashlanib ketdi. Qayta tashlachi. Skript yo'q qoladi.
Nechta? Yangi filialga dedim. Bo'y o'tkazishadi. Nima aytadimi deymi? Nima aytadi? Bo'y o'tishadimi deymi? Tamam. Ha, oyda aytyapsizmi? Mart oyida. Mart oyida o'sha yerda. Bu filial yopiladimi shunda? Yo'q. Ishlaydi. Kelaveramizmi? Siz kelaverasiz. Asta. Zapsatlar yo'q, qo'ysangiz. Bismillah, yana ko'p chiqadi. Qasam yozish kerak. Zaxlat qilamiz. Ishlatib ko'ramiz. Olam ishlatib kerak. Shu kerak. Terminal o'zi aslida bu ham. Andijon. Biz Buxoroda. Biz ham Navoiyda, o'z Buxoroda. Buxoroda. O'rnatib bo'lgandan keyin mendan xabar chiqadi. Of qo'ysa bo'ladimi? Ekstra chiqib ketadi. Bir marta kaltosi bo'ladi, ikkinchi marta Windows qo'yasiz yetadi. Yetadi. Sohirda eslatadi. Ko'rsatib Yo'q, o'zingizda turibsiz. Delete o'xshadi. Mana delete bo'ladi. Endi mana shuni update qilishni ko'ramiz. Update emas, edit qilishni ko'ramiz. Ya'ni mana bu yerga edit knopkasini qo'yamizda, bosamiz. Shu ma'lumotlar, ya'ni mana buni ma'lumotlari, Husanning ma'lumotlari bambu formamizda shakllantiramiz.
va o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'zgartirib, yana save ni bosamiz, saqlanadi. Bizga yana edit knopkasi kerak. Listda fetch data bo'layotgan qismda mana bu yerda yana bitta button yasaymiz. Buni hozircha funksiyasi yo'q. Xo'p. Mana bundan. Bundoq qilamiz. Bizning 10 klik yo'q hozircha. Endi mayli, mana bu yozib turaylik. Handle edit deb yozib turamiz. Handle edit. Bunga ham item kerak, item ID'si kerak va edit. Handle edit ga mana bu yerda funksiya ochamiz yana. Handle edit. Bunga ham ID kirib keladi. Arrow function. Hop, biz hozir bu yerda hammasi olib kelish kerak endi. Kompaniya. To'g'ri? Xo'p. Bor ma'lumotlari bo'lsa, o'sha bor ma'lumotlarini agar o'zgartirmagan bo'lsa, save ni bosganda yana qaytarib yuborish kerak. To'g'rimi? Va unda hech narsa o'zgarmaydi. Bosganda modalni chiqaramiz shu. Modalni chiqaramiz. Handle edit ni bosganda modalni chiqaramiz. Keyin bitta o'zgaruvchiga, mana bu yerda hozir o'zgaruvchi hosil qilamiz, qaranglar. Nima deymiz uni? Temp object. Ya'ni bu o'zgaruvchining vazifasi mana buni ma'lumotlari bor-ku, shu obyektning ma'lumotlari. Shu obyektning ma'lumotlarini o'zida saqlaydi. Va keyin mana bu yerga chizayotgan paytda o'sha temp objektdan olib chizib qo'yamiz. Tushunyapsizlar-a? Temp object vaqtinchalik ushlab turadi. Vaqtinchalik ushlab turadi. Buni rangini o'zgartiramiz. Warning. Edit. MT berib qo'yamiz. MT2. Mana. Modalni ochib beradigan funksiyaning nomi nima edi? Open modal. Bu yoqqa endi biz open modal deb yozamiz. Chiqmaydi. Mana. O'zimiz chaqirib qo'ya qolamiz. Ya'ni mana bu modalni qiymatini o'zgartirgin deb. Keyin mana bu ID emas, biz obyektni o'zini yuboramiz. Itemni o'zini yuboramiz. Chunki bizga chizish uchun butun boshli itemni o'zi kerak-da, obyektni o'zi kerak-da. Shuning uchun itemni yubordik bu yoqqa. Mana item keladi. Modalni ochamiz. This set state. Birinchi bo'lib modalni qiymatini nima qilish kerak? Teskarisiga state nuqta modal. Bu bizga modalni ochib beradi. Keyingi qism temp objektga nimani yozib qo'yish kerak? Item qayerdan kelyapti? Handle edit o'zi qayerda turibdi? Qaysi funksiya ichida turibdi handle edit? Tepada boshida. Fetch data da turibdi. Mana fetch data da handle edit ga biz o'sha o'zgartirilishi kerak bo'lgan obyektni, butun boshli obyektni yuboryapmiz. Obyekt keldi. Xo'p. Mana logni tekshiramiz. Itemni o'zini. Mana. Bor obyekt. Hop. Bundoq qilamiz. Mana. Ma'lumot keldi. Endi chizayotganda, faqat chizayotganda bir narsaga e'tibor berish kerak. Agar temp obyektning o'zi bor bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga o'sha ma'lumotlarni yozish kerak temp obyektiga. Bitta modaldan foydalanyapmiz biz hozir. Lekin yangi qo'shayotganda bu joy bo'sh turishi kerak. Mana formaga yozamiz. Birinchi bo'lib mana bundan boshlaymiz. Add new student bor-ku. Mana shuni tekshiramiz. Temp object. Temp state ga chaqirib qo'yish kerak, state ni. Men bu yerga chaqirishim kerak-ku.
temp object mana chaqirib oldim. Temp object bormi? Agar bor bo'lsa, mana bu yerga edit yozuvi chiqadi. Agar yo'q bo'lsa, add yozuvi chiqadi. To'g'rimi? Add edit. Mana. Chunki hozir borda bizda. X ni bosib yuboraman. Add ni bosaman. Edit qolib ketdi. Mana modalni yopib beradigan funksiyada nima ish qilish kerak? Boshqa birinchi holat. Xo'p, men buni ham open modal bor-ku, shu funksiyani ham endi majburmiz tepaga olishga. Mana bu yerga olish kerak. Keyin mana bu yerda biza modalni ochish uchun mana bu narsani endi yozishimiz kerak emas. This open modal. Mana. Pastlarda ham this keyword qo'shish kerak endi hammaga. This hop. This. Mana bu yerga ham this. Yana bitta joy qolib ketdi. O'zgartirildimi? Mana bu yerda. This open modal. Bo'ldi. Hammasi joyida. Add ni bosamiz. Mana. Xo'p. Birinchi ma'lumotlarni shakllantirib olaylik, edit keyin o'zgartiramiz. Mana bu ma'lumotlarni chiqarishimiz kerak, value-larni. Mana value degan har bitta u input bo'ladimi, output bo'ladimi, value degan attributi bo'ladi. Bu value degan attributi boshlang'ich holatda qanaqadir qiymatni qabul qilib joylashtirib qo'yadi. Ya'ni qiymat o'zlashtiradi. Misol uchun name-ga Jack deb yozsam, mana hozir add qilgan paytimda mana bu yerga Jack deb yozilib qoladi. Mana. Agar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, hech narsa chiqmaydi. Endi men mana shu yerda ham tekshiraman-da. Agar temp object o'zi bor bo'lsa, temp objectni nimasini yozib qo'ygan? Name-ni aks holda esa bo'sh bo'lsin. To'g'rimi? Xuddi mana shu ishni men bu age ga ham takrorlayman. Mana age. Mana. Neysiz? Bu eski holatida. Bu eski holatida yana qo'shib yuboradi. Ya'ni Peterni yana bitta Peter deb qo'shib yuboradi. Endi shu yerda mana buni bosib turib, agar misol uchun Peterning o'rniga, shunchaki Peterni o'zini save qiladigan bo'lsa, biz mana bu funksiyamiz bor edi-ku, handle valid submit, yangi ma'lumot qo'shadigan. Shu yerda add new student nomli funksiyaga murojaat qilishdan oldin yana temp objektni tekshiramiz. Agar temp objektni o'zi bor bo'ladigan bo'lsa, endi bu yo'q o'zimiz hozirgi endigi logikamiz bo'ladi. Agar temp objekt pusto bo'lsagina yangi deb qo'shgan. To'g'rimi? Temp objektning ichida bo'sh bo'lsagina yangi deb, ya'ni yangi deb biladi, uni yangi ma'lumot deb biladi. Agar bor bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i endigi ishimiz bo'ladi. Ya'ni if temp object bor bo'lsa nimadir? Else bu mana shu joy yangi qo'shishi mana shu. Mana bu turaveradi mana bu. Open modal, fetch data bular umumiy nimalar? Nima deymiz? Funksiyalar. Ikkalasidan baribir ishlaydi o'sha. Bitta funksiya ishlaydi. Endi temp object bo'ladigan bo'lsa, temp object uchun yana mana bu yerdan keladi funksiya. Yana ko'ryapsizlar, asosiy funksiyalar baribir nimadan kelyapti? FJS dan kelyapti. FJS da hop const edit bera yana bu yoqqa item keladi.
Hop, bu yoqqa endi item desak noto'g'riroq bo'lardi. Object desak to'g'ri bo'ladi. Hop. Logda tekshiraman obyektni. Edit data funksiyasini qaysi komponentga berish kerak? Xo'p, bu yoqqa object so'raydi bu. Edit data va object yuboradi. Agar handle valid submit funksiyasi bosilgan paytda endi propsdan chaqiramiz edit datani va edit dataga mana bu valuesni ya'ni yuboramiz. Hali yangilanishini qilmaydi, shunchaki o'sha yangilangan ma'lumotlarni olyapti-da yoki umuman bor ma'lumotlarni olyapti-da qaytarib olib borib beryapti. FJS ga olib borib beryapti. Tekshiramiz, ya'ni yangi ma'lumot kiritamiz. Bu qo'shilyapti. Mana. Yangi, shunchaki rostdan ham yangi bu. Endi xo'p, borini o'zgartiramiz. Hasanni o'zgartiramiz ma'lumotlarini. Hasanjon. Save. Mana. Hasanjon degan endi o'sha Hasanjonda ma'lumotlari FJS ning 42-qatoriga yetib bordi. Bu hali hech narsa bo'lgani yo'q. Endi bu yerda o'zgartiramiz. Xo'p. Mana. Obyektimiz keldi. Xo'p, obyektimiz keldida mana shu obyektni bizga hozir ID'si qani buni? Ya ID bermadi. Hasanjonning ID'si bor edi-ku. Ha, O'zgartirayotgan ID bermadi. buni ID'sini ham yuborishimiz kerak. Buni ID'sini ham qo'shib yuborishimiz kerak, bratolar. Xo'p. Mana bu yerda o'zgaruvchi hosil qilaman. Mana let yoki shunchaki values ga ID degan mana. ID hosil qilib, temp obyektning nimasi? ID'si. Chunki menda bor temp obyekt. Qo'shib yuboryapman. Edit. Mana ID'si keldi. ID bor. Endi edit qilayotgan paytda endi o'sha joyga tashlanib böyle bir find index qilib squash qiladi. o'sha men buni ID'si 1 bo'lgan ma'lumotni o'zi bu massivda nechinchi o'rinda turibdi, shuni aniqlab olamiz. Hozir. Nimaga? Mana shu anaqa indeksini topib olib, name bilan age'ni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Shunaqa. Shunaqa qilamiz hozir. Men buni o'zi mana bu find index deb funksiya qilib qo'ysak bo'lar ekan, mana shuni borib. Yana kerak bo'lyapti. Xo'p, object ID ga o'zlashtiradi, faqat ID ni emas, nimani? Obyektni ID'sini, ya'ni kelayotgan ma'lumotni ID'si bo'yicha yana o'zlashtiradi. Endi data list studentni object ID'si bo'yicha o'shani nimalarini age'ni tenglashtirib qo'ygan. Mana bu kelayotgan obyektni age'iga xuddi shu takrorlanadi, faqat name bo'lsa, mana kelayotgan ma'lumotni name'ga. Va yana qaysi funksiya? Set data list student. Mana. Bu yoqda bo'lsa, qaysi funksiyani chaqirish kerak? Fetch data. Ha? Oxirida set data list kerakmi? Ha, chunki u o'zgartirilgan ma'lumotni yana bir yuborish kerak-da. Bo'lmasam yangilanmay qolib ketib qoladi. Mana buni yana qaytib yuborib olish kerak. Mana bu funksiyani.
Chunki bu o'zgartirildi-da ma'lumot. Bu use state bilmaydi. Mana bu yangilangan ma'lumotni bu funksiya mana bunga olib kelib bermaguncha bilmaydi-da. Ya'ni bu qaytarib olib borib berish kerak. Shu o'zgartirildi ma'lumot deb olib borib beradi. Hop, edit. Peter John. Hop, Sanjon. 22 yosh. Save. Etni bosganimizda qolib ketdi ma'lumot. Nima qilish kerak? Temp objectni qaysi funksiyada o'zgartirish kerak? Open modalda, to'g'rimi? Hop. Open modalda. Ha, open modalda. Temp object shu yerda yana null bo'lsin. Faqat mana bu handle editda bu endi bu funksiyadan foydalanib bo'lmaydi, chunki agar bundan foydalansang yana null bo'lib qoladi-da. To'g'rimi? Shuning uchun mana buni o'ziga yana qayta o'zimiz yozamiz endi bunga. Mana bunga. Haligi. Nima edi? O'zgaruvchisi modalini this state dan olib unda qolib ketdi. This state dan yana modalni olib yangilab qo'ying. Bo'ldi. Add mana bo'ldi. Oxirgi joyda Oxir yozganimizmi? Qarang. Mana bu editni bosganda modalni ochib berish uchun mana bu funksiyadan foydalanayotgandim-ku. Bu funksiyani o'zining vazifasi ishga tushgan paytda mana bu saqlangan hali vaqtni obyektni saqlab turadigan vaqtinchalik o'zgaruvchini qiymatini narx qo'yish kerak-da yana. Agar bundan yana foydalansam, edit qilayotgan paytda ham o'zlashtirib, ham o'sha zahoti narx qo'yayotgan bo'laman-da. To'g'rimi? Shuning uchun buni qayta o'zim yozib qo'ydim mana bu yerga. Tushunarligi hammaga? Hamma tushundimi? Xo'p, savollar bo'lmasa, uyda mana shu ishni takrorlab kelasizlar. Hamma jarayonlarni bajarasizlar. Nasib bo'lsa, keyingi darsdan Axiosni boshlaymiz. Axios, Redux, plus API bilan ishlashni. Axios ham bor-da, ichida.